Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va yoshlar. Farg'ona tumanida dolzarb 90 kun va yoshlar oyligi doirasida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan Farg'ona tumani yoshlar ishlari agentligining axboroti. Farg'ona tumanida 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bugungi kunda 119.749 nafarni tashkil etadi. Xabaringiz bor, mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasini yozgi ta'til vaqtida umumta'lim maktablari o'quvchilari, talabalar mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan yoshlar oyligi tadbirlarini yuqori darajada o'tkazish chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 26-maydagi 5-son majlis bayonida berilgan topshiriqlarga asosan dolzarb 90 kunlik tadbirlari ko'tarinki ruhda tashkil etib kelinmoqda. Hozirgi kunga qadar Farg'ona tumanidagi yoshlar yetakchilari tomonidan dolzarb 90 kunlik doirasida yoshlarni yozgi ta'til vaqtida umumta'lim maktab o'quvchilari, talabalar mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida 363 ta tadbirlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlarga 10.447 nafar yoshlar jalb qilishga erishildi. Xususan, Ibrat farzandlari, Qizlar akademiyasi, mutolaa loyihalari doirasida 87 dona tadbirlar tashkil etilib, unga 2015 nafar yoshlar jalb etildi. Yoshlar turizm oyligi tadbirlari doirasida 28 dona tadbirlar tashkil etilib, unga 774 dona yoshlar jalb etildi. Zakovat intellektual o'yinlari va yosh kitobxon oila tanlovlari doirasida 96 dona tadbirlar tashkil etilib, unga 1717 nafar yoshlar jalb etishga erishildi. Kurash web seriali, Bek va Lola, Beruniy sarguzashtlari, Yashil makon multseriallari namoyishi doirasida 50 ta tadbir tashkil etilib, 1551 nafar yoshlar jalb etildi. Shuningdek, boshqa tadbirlar, madaniy, ma'naviy va ma'rifiy va boshqa loyihalar doirasida 302 dona tadbirlar tashkil etilib, unga 4360 nafar yoshlar jalb etildi. Tadbirlarni joylarda samarali tashkil etish va yoshlarni keng jalb qilish maqsadida Yoshlar ishlari agentligi va hamkor tashkilotlar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tadbirlar o'tadigan joylar to'g'risida targ'ibot ishlari amalga oshirib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.